Xo'p, bugungi videolardan olib qaraydigan bo'lsa, biz hech qanaqa postanovkasiz boshqa his qilamiz. Boya siz bilan kelganingizni ko'rishdik. Bugun adashmasam ikkinchi kun edi. Qanaqa opa holatingiz? Juda ham yengilman. Kelganda oyoqlarim bosishim juda murakkab edi. Ancha shifo izlaganman. Sizlarni internetdan ko'rib, o'zimni singlim davolangani uchun keldim. Xudoyimga shukr, avvalo Allohdan juda ham qo'llari yengil shifo. Sizingiz davolanganlar bu yerda. Singlim davolanib ketgan. Nima bo'ladi ularda? Unda ham shu suyakda siljis bo'lgan. Belda suyak siljisi bo'lgan. Juda ham qo'rquv bilan kelgan. U ham bu yerda ancha shifo topib menga tavsiya qildi. Shu bilan Suhbatullo akani ko'rib, o'zim ham har bir qilgan ishlariga juda ham nima bo'ldim. Xursand bo'lib sizni ko'rdim mana bugun. Ko'pchilik o'sha ustozni odamlarni so'rashadi. Ustoz. Ko'rgim kelgan. Shunaqa so'rashadi, lekin lecheniyalarni baribir bilan biz o'zimiz qilamiz. Qanaqa holatingiz, oldingi holatingiz bilan hozirgi holatingiz qanaqa edi? Hozir mana ikkinchi kungi holatim juda ham yengilman. Ikkinchi kun tem bo'ldi. Ikkinchi kunim yengilman. Ayniqsa Shuhratjonning qo'llari juda shifo. Mana tochkalarimni ko'rdilar, Saodatxon qaradilar. Juda ham meni yengilman. Shuhrat aka, nima problema ekan bularda? Tizzalarda Minsk bergan, xavotir bilan kelganda. Unaqa qo'rqinchli narsa yo'q. Yaxshi bir kecha og'riqlar qolgan. Bir kunning ichida. Qancha vaqtdan beri og'rirdi? Menda endi bu og'riq 5 oy bo'ldi. 5 oyda 3 ta joydan lecheniya olganman. Ukol, osma hammasini. Lekin mana bugun sizning gapingiz ham menga juda ham nima bo'ldi, maslahatlaringiz, ko'rishingiz meni rengillarimni, nimalarim, qog'ozlarimni, rahmatullojon. Vazifamiz bu anaqasi. Rahmat, juda ham xursand bo'ldim. To'g'ri nima qo'ydinglar? Mana Xudo xolasa 3-kuni ko'rmagandek bo'lib ketaman. Mana shu Minsk razrifda yoki o'sha oyoqni tog'i suyagida og'riqlar bo'ladi-da. Hamma odamlar har xil yo'llarini qilishadi. Ukolni olishadi, plazmali olishadi. Keyin eng yomon tarafi nimada? Bu narsa vaqtinchalik ta'sir qiladi-da, keyin yana battar og'rishni boshlaydi. Boya bitta xola bordilar, ularda ham xuddi shunaqa narsa bo'lgan. Davolaganlarda, ma'lum bir vaqtdan keyin yana xuddi o'sha og'riq undan ham kuchliroq bo'lib qaytadi-da. Bir haftagami vaqtinchalik. O'shanda bitta yomon narsa odamlarning xayoliga keladi. Bo'ldi, men endi tuzalmayman degan narsa keladi. Ana o'sha fikrlashni, tuzalmayman degan g'oyani Xudo xolasa yo'q qiladi. Nimaga? Chunki 2 kunning ichida to'g'ri hammasi Xudodan, hammasi Allohdan sabablarni qilamiz, lekin o'sha 2 kunning ichida o'sha qilinadigan sabablarni qilsak, odamlarda og'riqlar yo'q bo'lib ketyapti-da. Keyin bir xillar so'rashadi, nima, qanaqa qilib davolaysizlar? Prosta u narsani sinab ko'rish kerak. Og'riq bo'lgan paytda mana sizdagi kasal bo'ladigan odamlarga, misol uchun bormaymi deb o'ylab o'tirgan bo'lsa, nima degan bo'lasiz? Nima deyman, men shu o'zi bilinadi. Kelib bu yerga bir marta kelgandan o'zi yengillik sezadi. Alhamdulillah. Men shuni bildim. Bu yerda hamma joyim yengil, qalban, jisman, hamma dardlarim ham. Alhamdulillah. Mana belimda ham, boshimda ham yengillik bor-da. Shuhratjonga rahmat deyman, sizlarga. Shuhrat aka, asosiy muammolar nimadan kelib chiqdi? Shu tizzani og'riqlari aslannoy. Bo'yin siqilishi, keyin ichki organlarimizning muammolari bor edi. Korreksiya qildik. Yana bir ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketamiz. Sizga ham, mana bizani ko'radigan odamlarga ham aytamiz. Ya'ni mana oyog'ingizda muammo bo'ladi-ku. Aslida oyog'ingizdagi muammo to'g'ri, bu endi standart og'riqlar, ya'ni Minskdagi yoki o'sha mushaklar siqilishi natijasida og'riqlar beradi. Lekin aslannoy tizza og'rig'ini oyoqlari bu narsa ichki organlardan keladi bu. Birinchi navbatda. Chunki yeyotgan ovqatingiz, og'ir ovqatlar, nonli ovqatlarni, ya'ni kaloriyasi ko'p bo'lgan ovqatlarni yesa, o'sha o'tfayda ma'lum bir shunda ukrasheniya bo'lib qoladi, mana siqilib qoladi yoki oshqozon zastoy bo'lib qoladi, to'g'riroq o'tfay zastoy bo'lib qoladi. O'shani hisobiga o'sha mushaklarni o'chirib qo'yadi-da, oyoqqa beradi og'riqni. Lekin bugun Saodatxon ko'rdi, o'timda ham problemam bor, o'zim bilardim. Chiroyli qilib ko'rdilar tochkalarimni, keyin oshqozonimda hammasiga e'tiborli bo'lib, ancha yengil qildilar meni. Juda ham xursandman. Qo'li ko'zlari dard ko'rmasin. O'sha Suhbatullo Karimovda ham tan jonlari sog' bo'lsin. Ilmlarim undan ham ziyoda bo'lsin. Hamma shifo istab keladi, shifo istab ketsin. Sizni ham adez yo'lidan qilgan mehnatlaringiz bundan-da chiroyli bo'lsin. Shuhratjon, sizga ham rahmat. Tan joningiz sog' qilsin. Bu narsani oshuvchasiga xolis bo'lgan yaxshi. Hech qanaqa tayyorgarlik ko'rmasdan, boshqa qilmasdan o'zingizni shunday mikrofon taqib o'zingizni gapirtiryapmiz. O'sha narsa haqida ham bir og'iz aytib ketsangiz, shu bir xil tayyorgarchilik ko'ryapti deb. Xolis shunday.
qanaqa nima bo'layotganligingizni shundoq aytamiz, o'zingiz shundoq gapirib beraverasiz. Yo'q, bu yerda hech qanaqa tayyorgarlik yo o'rgatish yo'q menda. Shunaqa. O'zimdan kelib, bugun 2-kuni yengil bo'lganim uchun gapirasizmi, o'zimdan ichimdan kelib gapiryapman. Kelingizlar, ko'ringizlar, o'zlaringiz ham shifosini bilasiz. Даже mana Abdumalik aka xalatimni ham almashtirishga ulgurmadim. Shunda keldi, shunda qanaqa bular gapirib berar ekan. Bo'pti dedim, mana shunday anaqa qilamiz deb intervyu olamiz. Ertalab uchrashganda shuni aytib O'sha martalaringizni. ko'rdilar hamma narsamni, unaqa hammasi oson dedilar. Rahmat. Shunaqa. Xudo xolasa yaxshi bo'lasiz. Rahmat. Hech o'ylamang. Keyin nima deydi, qanaqadir orullar bo'lmaydi, xudo xolasa. Orullar bo'lib qolishi, boshqa narsalarni o'sha oldini olib, voqlikdan harakat qilsa, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Shuni bilinglarki, kasallikni davolashdan kasallikni oldini olish hamisha arzonga hamda vaqtga juda katta natijasi bo'ladi. Kasallikni davolamanglar. Kasallikni har doim oldini olish pozitsiyasida bo'lsanglar, o'shanda xudo xolasa nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Sizga xudo xolasa mukammal shifo tilaymiz. Ortiqcha gapirmaymiz. Hamma narsa ayon, xudo xolasa ketma-ketlik davom ettiramiz, o'zingizda qiling.